Bugun sizlar bilan Ko'hna Xorazm shahriga sayohat qilamiz. Bizga obshi 2 kun ketdi. Qashqadaryodan to Xorazmgacha faqat kechqurun yo'l yurdik. Kunduz esa aylandik. Bizaga Xorazm shahri judayam yoqdi. Bizani faqat qiynagan narsa taomlari bo'ldi. O'zingizlar bilasizlar, Qashqadaryo xalqi go'shtga judayam o'ch bo'ladi, lekin Xorazmda unaqa emas ekan. Biza eng sevib yeydigan taomimiz Qashqadaryoda osh bo'lsa, biza Xorazmda ham oshini yeb ko'rdik. To'g'ri, guruch Xorazmdan chiqadi, lekin oshini Qashqadaryoda tayyorlay olmas ekan. Men butun O'zbekistonni aylandim, lekin Qashqadaryoni oshni hech qaysi viloyatda topolmadim ham, yeya olmadim. Balki o'zim tug'ilib o'sgan joyimligi uchun ovqati menga shunchalik darajada yoqar, lekin boshqa viloyatlarni ovqati Qashqadaryodan ancha boshqacha farq qilar ekan. Qashqadaryoning ovqatlari baribir nomer 1 taomlar deb hisobladim. Xorazmda biza judayam ko'p joylarni aylandik. Xorazmga borib kelishimiz juda qimmatga ham tushgani yo'q. Faqat rasxotimiz benzin va ovqatlanishga ketdi. Yo'l kira sarflaganimiz yo'q, chunki o'zimizning mashinamiz bilan bordik. Sizlarga ham Ko'hna Xorazm shahriga borib aylanishni tavsiya beraman. Mazza qilib aylanasizlar. Judayam ko'plab energiya va pozitiv fikrlar olasizlar. Aynan o'zingizlar yaxshi ko'rgan insoninglar bilan yolg'iz borsalaring, yo'lda mazza qilib guringlashib, hordiq chiqarib, o'ynab, kulib borib kelasizlar. O'zingizlar yaxshi ko'rgan inson bilan sayohat qilish judayam boshqacha tuyg'u. Oshna og'ayni, dugonalar bilan borish boshqa, sevgan insoningiz bilan bunaqa joylarga mazza qilib aylanib kelish boshqacha. Men sizlarga bu joyga faqat o'zingizlar yaxshi ko'rgan insonlar bilan borishni tavsiya beraman.